Salom do'stlar. Bugungi videomiz o'zimni agrotimda bo'ladi, o'zimni bog'imda bo'ladi. Sizlarga o'zimni bog'imni qisqacha obzorini ko'rsatib bermoqchiman. Obzor qilib bermoqchiman. Har kunga bittadan yoki ikkitadan video qo'yishni rejalashtiryapman. Shundan shu yog'iga Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Qani, boshladik. Mana bizni shaftolimiz yaqinda kesdim. Bir 10 kun, 15 kuncha bo'lib qoldi. Mana. Buni vazasimon uslubda kesib tarbiya qilyapman. Ko'rib ko'rasizlar. Agar xatolari bo'lsa, aytsalang, to'g'ri qilib kesamiz. Yoki ekilishdami. Xullas, ekilishiga bu tomoniga 6 metr, bu tomoniga 3 metr qo'yib ekkanmiz. O'zimizda bu navini ot yog'li deyshadi. Shunaqa shaftoli. Xudo xolasa bildan yaxshi hosilga kiradi. O'tgan yil ham ko'rgan, ko'p emas. Qarovimizcha zo'r bo'lmayapti, lekin qo'ldan kelgancha. Nima desa bo'ladi. Bog'bon emasmiz, lekin havaskor. Internetdan ko'rib, netib, tanish-bilishlardan so'rab, o'rganib shunday holatda tarbiyalayapmiz. Kesilish uslubiga qarasak, mana endi Norchon tol degan nimada internetda nima bor, kanal bor, shundan ekishni, kesishni o'rganyapman. Mana ichki tomonini, mana ichki tomoni o'sgan, kuchli o'sgan daraxtlarni kesib tashlab, nargilarga quyosh nurini kiritsak, yaxshi meva qiladi deyapti. Mana kesilgan holatlari. O'zi asli bularni olib tashlash kerak edi, lekin belcha qoldirsak bo'laveradi. Menimcha kichkina mevalari ham bor ekan. Mana kurtaklari. Xolasa yomon emas. Menimcha bilan hosili yaxshi bo'lsa kerak. Endi bu tomonda olma daraxtlarimiz bor. Buni ham xuddi o'sha stilda. Endi ratma-rat ekkanman. Tarbiya qilish bu yakka liderli usulida deyshadi. Mana shunday kesishimiz kerak ekan. Unga hali zo'r apreski berganimiz yo'q, kesganimiz yo'q. Buni ham kesishimiz kerak. Endi bu tomonda noklarimiz bor. Mana. Nokimiz. Bu juda sekin o'sadigan, lekin mevani yaxshi qiladigan nok. Nomini nimadirdir, esda yo'q hozircha. Keyin meva qilgan bu. Birinchi yilda o'zida meva qilgan bu taraf. Qarovimiz yaxshi emas, unga e'tibor bermaysizlar. Endi yaxshilab qarashga harakat qilamiz. Mana bu yo'g'iga. Mana. Bu kivi nokimiz. Haligacha barglari bor ekan. Xullas mana imtihonni o'rgimiz ham bor. O'rgimizni ham ko'rsatib qo'ya qoling. O'rgimiz ham yaxshi bir navdan ekkanmiz. O'rglarni ham. Ha, aytmoqchi. Mana nima ham bor? Anor ham bor. 3 tup, tomonda 4, 5 tup. Yaqin ko'rinyaptimi? Endi o'rgimiz mana. O'rgimiz katta bo'lishi juda yaxshi bo'lyapti. Unga qandaydir nimasi payvandagi tez o'sar, payvandagi shekilli tez o'syapti. Mana. Odam bo'yidan o'sib ketgan bular. O'tgan yil qiziqishga mana bu yerdan gilos chiqib qolgandi. Payvand qilgandim, xudo xolasa ko'kladi mana. Ikkitani bitta qilib payvand qilgandik. Chiroyli bo'lib o'sdi endi bil. To'g'ri kesish bilan yana ham yaxshilab qolamiz. Katta meva qolamiz buni ham.
Aytganimdek, biz hali professional emasmiz, havaskormiz. Mana bunisi ham eski olma daraxti mana. Juda mevani juda ko'p qiladi. Mana hamma uchli pendeklar hammasi gul pendeklar hammasi. Juda ham zo'r meva qiladi. Erta pishar lekin. Agar endi narigi kichkina mevalarimiz yo'q, kichkina mevalarimiz hosiliga kirsa, bularni endi yangilaymiz. Xullas shunday do'stlar. Shu bilan videomiz yakunlaymiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Nima taklifinglar bo'lsa, video chiqarish bo'yicha bemalol aytsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha shu O'zbekistonda qanaqa mavzuda bo'lsa ham videolarni chiqarib boramiz nima yo'g'iga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.